İkinci bab. Cahillar fitnesi. Bu yakınki kunlardan beri Sutuq Buğraxon chegish va o'tkir xiyollarga cho'kadigan bo'lib qoldi. Chunki u murakkab yangi ziddiyatlarga duch kelgan edi. Alda qadam-qadam ko'rinarli o'zgarishlar bo'lmoqda. Texi ozod bo'lmagan qullar kayni-kaynidan ozod bo'lmoqda. Quldorlar, xon jamatlari to'rlarga, iktor deb atiladigan cho'ng yer egalariga aylanmoqda. Shahar savdogarlari, qo'l hunarvallari ulg'ayib qoldi. Davlat yerlari va o'tloqlari maydonga keldi. Iqtisodiy jihatdagi bundoq cho'ng o'zgarishlar borgan sari ulg'ayib, yirik yer egaligi tuzimiga aylanishga boshladi. Demak, terilg'u yer sular davlatga, to'rilarga, ekitarlarga markazlashishga boshladi. Undan boshqa o'tira kichik yer egalarimi borliqqa keldi. Ilgirki qullar bo'lsa, yersiz ijorkash dehqonlarga, madikorlarga va har xil yilliqchilarga aylandi. Yilliqchilar bir yilliqdan boshqa ko'p yillik, abadiylik setilgan madikorlar, ko'nglar, dedaklardan iborat edi. Bozorda ko'plab qul setish azaydi. Lekin davlat yeri, to'ri yerlari, ekitar yeri va yer egalarining yerlariga yepsiz bog'langan. Taqdiri o'z qo'lida bo'lmagan yengich qullar, dehqon qullar barg'ancha ko'payaverdi. Shunda qilib, o'tgan 1-200 yil ichida o'sib chiqqan yer egaligi bixlari ulg'ayib, yangi tuzum asosan maydonga keldi. Bu cho'ng ilgirlash edi. Lekin bu ilgirlash yangi murakkab masalalarni elib keldi. Bu bir necha yildan beri yana bir cho'ng o'zgarish, dinning o'zgarishi bo'ldi. Sutuq Buğraxon hokimiyatni qo'lga olgandan keyin islom dinini oshkora targ'ib qilishga boshladi. Abu Nasr Samoni va uning Ubul Hasan Muhammad Karomatga o'xshash yordamchilari har qaysi joylarda ochiq maydonga chiqdi va har xil choralar bilan imomlar va boshliqli diniy savodga ega bo'lgan mollalarni yetishtirishga boshladi. Shahar va yurtlarga masjidlar silindi. Islom dini chapson kengayishga boshladi. Budda dini bara-bara kasotlashdi. Butxonalarni to'pi besib, to'r bog'ladi. Ammo Budda dini kishilarning o'ngida texi xeyli cho'ng kuchga ega edi. Alda gohi johil quldorlarning qulluq tuzumini o'zgartirishga qarshi turganidan boshqa ikki xil yangi asosiy ziddiyat maydonga keldi va u borgan sari kuchayaverdi. Uning biri yangi yer egaligi tuzumining ichki ziddiyati. Cho'ng kichik yer egalari bilan keng dehqonlar orasidagi ziddiyat. Yana biri ikki din, Budda dini bilan islom dini o'rtasidagi ziddiyat edi. Bu ziddiyatlarning asosiy tarafi yer egalari bilan Budda dini edi. Bu ziddiyatlar barg'ancha o'tkirilishga boshladi va o'rda ichidami tabiiy yo'sinda o'zini ko'rsatdi. Ko'ni quldorlar, yangi yer egalari, buddistlar Sutuq Buğraxondan norozi edi. Ko'niga ching choplashgan johillar bo'lsa, bu norozilikdan foydalandi. Yoqa allarining jasuslari chet el ayg'oqchilari bilan birlashib, ikki safda yangi hokimiyatga hujum qo'zg'adi. Cho'ng yer egalari, ekitarlar xonga besim ishlatdi. Buddachilar dinni himoya qilish bahonasi bilan ochiq qarshilik qildi. Hatto qurolli qarshilik ko'rsatdi. Fuqarolar bo'lsa, yangi o'zgarishlardan
texi qanoatlanmaydi. Sutuq Bug'raxon bu keskin ziddiyatlarni hal qilishi kerak edi. Shuning bilan birga u hokimiyatni kuchaytirish, cherik qo'g'dinish kuchini ulg'aytib, yot yog'ining bostirib kelish ehtimoliga qarshi tayyorlik qilishi lozim edi. Yana uning bilik o'qol degan maqsadimi turli qarshiliklarga uchirdi. Yosh Bug'raxon ana shundoq qatma-qat o'tkir ziddiyatlarga duch keldi. U taxtga chiqqanda jaka qilgan farovonlik, biliklik, birlik, qo'g'dinish degan shuarlarni amalga oshirish osonga tushmaydiganligi oshkor bo'lib qoldi. Qanday qilish kerak? Bu savol Sutuq Bug'raxonning beshini qotirdi. Uchlik halqa Botir tog'ining maslahati bo'yicha mundaq qarorga keldi. Ahvol murakkab. Xonadonlikdan hamma tabiqa to'liq rozi emas. Ba'zilar hokimiyatni tortib olmoqchi. To'van tabiqa nomratlar bo'lsa, xonadonlikqa texmi cho'ng talablarni qo'ymoqda. Agar ho'shyorlik bo'lmasa, xonlik huquqi qo'ldan ketib qolishi mumkin. Yanada 4 chaqiriqni qattiq turib amalga oshirish kerak. Farovonlik, birlik, qo'g'dinish, biliklik. Shundoq, birlikni ikkinchi o'ringa qo'yish va ching tutish kerak, dedi Botir tog'a fikrini tushuntirib. Hozir obdan uyushmoq kerak bo'lib qoldi. Ta'tirlarga cho'qim qarshi turish, lekin ig'ir besiq bo'lish kerak. Bir oz o'ylangandan keyin Botir tog'a xulos qilib mundoq dedi. Suni biroqla qo'yib bermay, asta-asta singdirib qo'yish kerak. Maysilar latqining tegida qolmasin. Chopsanroq o'sidigan bo'lsin. To'g'ri gap. deb qo'shildi xon ona va o'g'liga qarab davom qildi. Bolam, sizning islomni taritish niyatingiz yaxshi. Biroq bek chopson bo'lib ketmagani yaxshiroqdek turadi. Xaloyiqning o'ttira qatlamining xohishini zo'rma-zo'r o'zgartgili bo'lmaydigandek. Sutuq Bug'raxon to'liq qo'shildi. Botir tog'i bilan xon onaning so'zlari uchlik xalqining qarori hisoblandi. Ilgirki o'rda beshi Sovuqbekning o'ylisi avvalgidek hashamatlik emas edi. Qapqa hem etiklik. Uning oldida qariqchimi yo'q. Orqa eshik ichidan taqoq silingan. Jimjitlik. Ammo Sovuqbekning bojisi, o'rda bosh xazinasi Tekin og'ichining tadbiri bilan Sovuqbek jim turmadi. U tunakdan chiqqaniga 1 yil o'tmayla ko'ni do'stlar yo'qlab turishga boshladi. Uning qadrdon do'stlari ichida eng qadrdoni Tekin og'ichi jiqroq kelib turadigan bo'ldi. Ilgirki Suboshining o'g'li Hakovurmi oz kelmaydi. Sovuqbek talog'i chiqmaydi. Do'stlari kechalari orqasiga odam solmay g'ippida kelishidi. Bugun oqshommi Sovuqbekning ikki qadrdon do'sti orqa eshikning halqasini asta urib, birining orqasidan biri g'ippida kirib, ko'tirma saroyga kirib kelishdi. Har qaytimqidek bugun oqshommi ho'yli xizmatchisi orqa eshikni avaylab echib, mehmonlarni qarshi oldi. Tekin og'ichi avval keldi. U bugunmi eshikdan kirib etib, bir qo'li bilan echilgan eshikni tutib, egilib turgan xizmatchiga tikilib qarab o'tib ketdi. U peshayvon palampiga chiqib etib, xizmatchiga eshikka taqoq silib, ondan yerdagi kichik panusni ko'tirib mangocha qarab turdi. Keyin yuqori mangdi.
u bu odamni qachon qayerdido ko'rgandek qiladi. Turib uning o'yiga buningdan 5 yil burun hovlisida ko'rgan divoni buvay keladi. U buvay tekin og'ichining darvozasiga pat kelib turadi. U sapoyi bilan bir xil beyitlarni aytib, sadiq tilaydi. Bir kuni atiganligi xazinachi hovlisida aylanib yurganda, yana shu divonining sapoyi bilan beyit aytgan ovozi anglandi. U divonini ko'rib boqqisi keldi va xizmatchisiga uni hovliga kirgizishga buyurdi. Uzun chor soqolliq, ustiga janda, beshiga quloq kiygan divoni buvay bir yiqiga ozroq oqsab, tayoq toyinib sapoyisini do'lig'i urib, beyt etqach kirib keldi. Dövlətin kelsa qulunga, uni yerga urmag'il, kelsa g'oyibdin qilish, han vaqti bo'lib qolmag'il. Divonining siyoqi, bo'libmi uning beyti xazinachini qiziqtirdi. Divoni buvay yaqinroq kelib xazinachiga hurmat qildi. Umring uzun, dövləting ziyoda bo'lg'ay og'ichi, dedi u tozim bilan va yer ostidan qarab qo'ydi. Dövlət? Qilich? Han vaqti? Dedi xazinachi o'z-o'ziga. Keyin, "Ey, sana divani bo'lish nimaga kerak bo'lib qoldi, buvay?" deb so'radi u. Bir makonsiz ovoraman. Jahondorchilik. Sening kechirmishlaring oz bo'lmas kerak. Kechirmishlarim menga o'zingga ishinib ketma. Borismi qopqonga tushib qoladi dedi. Borismi qopqonga tushib qoladi? deb takrorladi xazinachi xiyolchan past ovoz bilan. Shundoq og'ichi. Qopqonga tushgan borisdan erkin sochqan yaxshiroq. Bu bovayga pul chiqib beringlar, dedi og'ichi yenidagi odamiga. U yana o'ylab dedi. Borisning qopqonga tushib qolmasliqi mumkinmi? Qopqonchini yo'qotgandilar mumkin. Og'ichi o'ylanib qoldi. Xo'sh, og'ichi, dedi divona xizmatchi bergan bir xalta pulni qo'yniga silib etib. Ashqalla, chiqqan dövang egiz bo'lg'ay. U yer ostidan og'ichiga bir qarab qo'yib, orqasiga burildi. Xo'sh, kelib turarsan. Xohlasang, albatta kelaman. Shundoq qilib, divona kelib turadigan bo'ldi. Og'ichi vazirning qo'yniga qo'l silib, uning yuragining qandoq so'qidiganligini bilib oldi. Bir kelganida u xazina ochqichidan o'rda ochqichi muhim degan edi og'ichini ogohlantirib. Keyin divoni o'libdi degan gap taraldi. Tekin og'ichi o'ylaydi. Bu qandoqmi o'sha divoni bo'lsin? U bir put to'kur, qeri divoni edi. Bu putsoq, qarsoqol, bijirim odam. Yana u divonini o'lib ketgan degan edi-ku. Buning ko'z qarashlari ajab o'sha divoniga o'xshaydi-ya. U xizmatchiga bir qarab qo'yib, saroyga kirib ketdi. Oldilarga chiqolmadim, janobi og'ichi, dedi sovuqbek ishni ichidan ichib, hayyorlik bilan xirqirab kulib. Va u og'ichini ishkirga taklif qildi. Og'ichi uyga kirishiga sobiq suboshining o'g'li Hakovur yugurib kelib, uning oldiga kelib, bir puti bilan tizlandi va og'ichining peshini so'ydi. O'rningdan qop yigit, bu yaramaydi, dedi og'ichi va Hakovurning peshini silab qo'ydi.
siz otamning jonijon do'sti, dedi Hakavur o'rnidan qopib. U yig'lab turib so'zlaydi. Men otamning o'chini olmay qo'ymayman. Sizdan madad tilayman. Qonga qon olaman. U tishlarini g'o'chirlatdi. Ko'z yeshi o'ch ilishga yordam bermaydi, dedi Sovuqbek ularni o'ltirishga taklif qilib. Qilich, xanjar, zahar. U ko'zlarini olaytib, qo'llari bilan xuddi bir nimani mijig'andek qiladi. Yurakini mijib tashlash kerak. Xizmatchi choy ko'tarib kirganda ular besildi. Xizmatchi Hakavurga choy qo'yib etib dedi. Rahimsiz yurakni mijish uchun shafqatsiz yurak bo'lishi kerak. Qani bak o'g'li, choy ichsizlar. U chinini Hakavurning oldig'iroq surib qo'yib, cho'ginni ko'tirganicha chiqib ketdi. Og'ichi hayron qilib, savol alomati bilan Sovuqbekka qaradi. Bu o'z kishimiz, dedi Sovuqbek parvosiz. Ish bilar odam. Hakavur xizmatchining so'ziga hayron qolmadi. Uning bilan xeyli sirdosh edi. Bu heliqi divoni bo'lmasa yana bir yerga o'xshab ketadi. Biroq uni o'ldi deyishgan edi, dedi og'ichi. Shundoq, u o'lib tikanmish. Sovuq kulib davom qildi. Odam degan tug'iladi, o'ladi. Kerak bo'lsa, o'lib yana tirilaveradi. Ruh o'lmaydi-da. U so'zini boshqa yoqqa burdi. Mana bizning qadrdon do'stimiz Suboshining ro'yi hamisha biz bilan billa. Mening tushimdan chiqmaydi. U hiylagar ko'zlarini qisib Hakavurga qarab qo'ydi. Hakavur cho'kkida tiz cho'kdi va ikki qo'lini maydisiga qo'yib, qizargan ko'zlarini yuqori tikib qasam ichdi. Otamning ro'yi tinchlanmoqcha, men mu tinch turmayman. Balli yigit, dedi Sovuq Hakavurni turg'izib o'rniga o'ltirg'izdi. Siz otingizning do'stlariga qo'shilib, qo'lingizga yaroq ilishingiz kerak. Og'ichi Hakavurning qiliqlariga qarab temirqab qoldi. Sovuq osta kulib qo'yib, og'ichiga tikilib qaradi. Og'ichi bir oz o'ng'aysizlanib, oxiri ehtiyotchanlik bilan: biror yangilikni yetkazish uchun men chaqirtgansiz, deb so'radi. Shundoq, Ko'kyardagi mingboshi qurolli qo'zg'alishga tayyorlanib bo'ldi. Qag'iliq, yarkan xalqlari orasida islomga qarshilik kuchtikmish. Bo'libmi, cheriklar ichida. Shulardan xabar topson deb edim, dedi Sovuqbek. Yaxshi gap, dedi og'ichi va sal o'ylanib davom qildi. Agar mingboshi o'ziga ishonsa, bu yaxshi ish. Biroq ichki yoqdan obdan yordam qilishimiz kerak-da. Biz mingboshilarga emas, ular bizga yordam qilishlari kerak. Janobi og'ichi, yurak changalga tushgandan keyin putqolning kari chaqliq. Uningga ishonish kerak. Cherik bashilar qo'zg'alsa, putqol kesilgandan keyin yurakma amalsiz qoladi-da. Men Borisbekni beli bo'shroq odam. Bizga yordam qilolmasmikin deyman. O ilgirkiga o'xshamay qoldi. Stuq taxtga chiqqandan beri o'zgarib ketdi. Biz tarafda tura olmaydi. Undan boshqa ordu ichida bagbilik, bo'ribaglar biz tarafda. Biroq
davlat qaroqchi ishlarini qo'lga elish kerak edi. Aydın xotin kishi bo'lgani bilan ardin yomon. Uning o'rinbosari kim edi? U qandaqroq? O, biz taraftirak. Lekin Aydınning kishisi emasmikin deb andish qilaman. Undaq bo'lsa, ho'shyor bo'lish kerak. Mingboshining reysiga qo'shilsak bo'ladi. Ular yakanga kelganda bizmi bu yoqdan ishni boshlaymiz. Bu bek o'g'lini u yoqqa avazsak deyman. Bo'lmasa, buningga Aydınning ko'zi tushib qoldi. Qandaq yigit? So'radi og'ichi Hakavurdin. Baray. Biroq uy-joy, yer hech gap yo'q, dedi sovuq. Birar go'mashni bekitib qo'ying. Ziyon bo'lsa kerak yo'q. Keyin to'ldirib olg'ili bo'ladi emasmi? Ha? Oshiribmi olasiz? Mayli. Har holda yo'lni boshqa yoqqa to'g'irlash kerakmikin? Dedi og'ichi. Ular uzoq so'zlashdi. Yerim kechi bo'lganda xizmatchi kirib, chini cho'gillarni yig'ishtirg'ach, tak-tak urildi deb ogohlantirdi. Ular qo'zg'alishdi.